Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Amerika parlamenti Xitoy ishlari favqulodda komitetining raisi Jon Malinar, Kengash palata a'zosi Jeff Merkeli va Xitoy qarshi parlamentlararo ittifoqining Angliya parlament a'zolari rasmiy holda 48 guruh klubiga xat yozib, bu tashkilotning Xitoy kommunistik partiyasi va uning birlik sab xizmati bilan bo'lgan aloqasini oshkorlashni talab qilgan. Bu xat mazkur tashkilotning Beijingning birlik sab, ya'ni Xitoyning chet elga qarta ta'sir ko'rsatish harakati bilan bo'lgan cho'nqur aloqasini nishon qilgan bo'lib, xatda parlament a'zolari hukumatni ogohlantirib, Xitoyning birlik sab xizmati, Xitoy kommunist partiyasining chet ellarda Xitoy tashviqotini qilish, Xitoyga moyil siyosiy muhitini shakllantirish va Xitoyning strategiyalik nishonlarini ilgari surish uchun qo'llanilgan aralashish, ta'sir ko'rsatish va axborot to'plash harakatlarining murakkab birikmasi. Bu hareketler, şirketler, cemiyetler, universitetler, aql ambarları, puhralar teşkilatları, dağınlıq şəxslər və dünya miqyasidagi jamoat fikriga ta'sir ko'rsatishni maqsad qiladi deganlarni o'ttirib qo'ygan. Mazkur xatda yana Xitoy hukumati 48 guruhini Angliyada Xitoyning ijobiy hikoyalarini shakllantirish va yuqori qatlamdagilarni qo'lga keltirish quroli deb qaraydi. 500 dan ortiq a'zosi bor 48 guruhi Xitoy do'stlari uchun uchrashish o'rni va aloqa markazi sifatida xizmat qiladi. Beijing bu orqali Angliya yuqori qatlamdagilarni yeniga tortadi. 48 guruhining hozirgi Angliya hukumatiga siyosatdan aralashishini nazarga olganda, Xitoy hukumati mazkur tashkilotga ta'sir ko'rsatishni kuchaytirib, Angliyada hukumat, ingliz xalqi va xalqaro Xitoyga moyil bir siyosiy atmosfera paydo qilish uchun harakat qilmoqda. 48 guruhi 1953 yili rasmiy qurilgan bo'lib, asosligi cho'ng shirkatlar, danglik siyosiyonlar, hukumat va hukumatning yuqori qatlamdagi shaxslari va akademik shaxslarni nishon qilib, xalqaro Xitoyning ijobiy hikoyalarini shakllantirish va yuqori qatlamdagilarni qo'lga keltirish, Angliya shirkatlarining Xitoy bilan aloqa qilishiga yordam berish nomastida Xitoy hukumati uchun lobbichilik olib boradigan bo'lib, bu tashkilotning Xitoyning birlik sab bilan bo'lgan qo'yiq aloqasi sababidan Xitoy qarshi parlamentlar ittifoqi a'zolari 48 guruhini Xitoy kommunistik partiyasining birlik sab xodimlari bilan hamkorlik o'rnatganda yoki hamkorlikni kengaytganda olib borgan qoidaga rioya qilish, xatar va tekshirish baholashi qatorliq hujjatlarni topshirishni talab qilgan. Bir qancha haftadan buyon davomlashayotgan Iran-Amerika Isroiliya o'rtasidagi urush 55 kuniga qadam qo'ydi. Urushning rayon va dunyoviy ta'siri kun sari eshib mangmoqda. Navbatda yaqinqi 2 oydan beri davomlashayotgan Iran, Isroiliya va Amerika o'rtasidagi urush rayon xarakterlik to'qinishdan halqib, dunyoviy krizisga aylanib, urushning jo'grafiyalik doirasi kengayib mangmoqda. İsrailiyaning Ironga qarshi havo hujumi va Iranning boshqariladigan bomba va raketalari, uçqisiz aeroplanlar bilan inkas qaytirishi, taraflarning vaqtliq urush to'xtatish kelishimi tuzishi bilan to'xtagandan keyin Isroiliyaning Livan qilgan hujumi natijasida qaytadan jonlanishga boshlagan bo'lib, Isroiliyaning Livanga hujum qilishi hamda Livan Allah partiyasi va Yaman Xusiylarining bu urushga qatnashishi urushning jo'grafiyalik doirasini kengaytirib o'tgan. İran urushining beshidan boshlab dunyo energiya ta'minotining markazi deb qaraladigan Hormuz bo'g'izini taqash bilan tahdid solgan bo'lib, hozirgacha Iran tarafining xabarida 10 dan ortiq neft to'shig'ich kema urilgan yoki cho'ktirib o'tilgan. Dunyodagi neft savdosining 20% dan ortiq bir qismi o'tadigan bu muhim suv yo'li Iranning Amerika va Isroiliyaga besim qilish uchun qo'llanilgan strategik nuqtasiga aylangan. İran tarafının Hormuz bo'g'izini taqash tahdidi xalqaro bozorlarda zo'r tavrinishlarni paydo qilib, neft bahosining o'rilishiga sabab bo'lib, dunyo iqtisodiy, energiya bozori va xalqaro bexatarlik tangpongligiga bevosita ta'sir ko'rsatish bilan birga dunyo miqyosida energiya bahosining o'rilishini keltirib chiqargan. Bo'libmi Yevropa va Osiyo iqtisodiga og'ir besim olib kelib, xalqaro pul muomala bozorida aniqsizlik va tavrinish paydo qilgan. Navbatda Amerika va Iran tarafining bu urush va ikki tarafning suhbati haqidagi bayonlari bir-biridan farqli bo'lib, Amerika Iranning kelishim tuzganligini, ammo davlat ichi va axborotlarda bo'lsa, aksicha xalqini aldab, kelishim tuzilmaganligini xabar qilmoqda deyilgan. Kuzatuvchilar taraflarning eng oxirida tuzgan 10 moddalik kelishimidan keyin Isroiliya Livan hujum qilishni davomlashtirishi bilan Iran Hormuz bo'g'izini taqaydiganlik orqali tahdid solgan.
dunyodagi eng chong energiya import qiluvchi davlatlarning biri bo'lgan Xitoy Hormuz bo'g'zidan o'tadigan energiya iqimiga muhtoj bo'lganlikdan Ostirdan Ironni qo'llash bilan birga qisman diplomatik hal qilish chorasini talab qilishni davomlashtirib, iqtisodiy va diplomatik vositalar orqali bu urushga ta'sir ko'rsatishga urinmoqda. İran tarafının bildirishicha, hozirgacha Hormuz bo'g'zidan Xitoy kemalarining o'tayotganligi va Hormuz bo'g'zidagi neft sozida Xitoy pulini ishlatishga boshlaganligini xabar qilgan bo'lib, xalqaro kuzatuvchilar Iranning hozirgacha qarshilik ko'rsatishining orqasidagi kuch Xitoy deb qaramoqda. Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi atalmish rayonni iqtisodiy jihatdan taraqqiy qildirish, ulaslarni kuchaytirish va ijtimoiy farovonlikni oshirish nomastida vatanimizning nopus qurilmasini o'zgartib, Uyg'ur xalqini o'z vatanida osonlik millatga aylantirish suiqasdi bilan Xitoy ko'chmanlarini Sharq Turkistonga yerlashtirish uchun har xil ilhomlantirish mexanizmlarini yo'lga qo'yib, makonlashishni xohlaydigan Xitoy ko'chmanlarini yuqori maoshli xizmat fursati bilan ta'minlab, turalg'u yordami va har xil moliya yordamlari bilan davlat organlari, bexatarlik qismlari, ma'rif va sanoat sohalarida ishga o'rinlashtirib, Uyg'ur yoshlarini bo'lsa atalmish ishga o'rinlashtirish programmalari nomi ostida Xitoydagi zavodlarga yoki boshqa sohalarga eshinch emgak kuchi degan nomda yo'tkashni davom qilmoqda. Oliy maktab o'qigan Uyg'urlarmi ishsiz qolmoqda. Oliy maktab o'qigan Uyg'ur yoshlarining ishga o'rinlash fursatiga erishish va ish tepishda qiynalishi, ishga olg'uchi o'rinlarning Uyg'ur yoshlarini milliy kimlik sababidan chetga qiqishi va ishga olmasligi Xitoy hukumatining yo'li qo'yib kelayotgan irqchi siyosatining bir qismi bo'lib, yaqinda tarqalgan bir sin ko'rinishida oliy maktab o'qigan bir qizning aytganlari diqqat qo'zg'adi. Oliy maktab bitirib, menga o'xshash xizmat topolmayotganlarni qanchalar bor. Men shu oliy maktabni bitirib, yaxshi idora organlarda, doktorxonalarda ishlasam deb shuni orzu qildim. Dastlab xizmat izlab kirgan vaqtimda qarshi taraf materialimni ko'rib bo'lgan kim bir savol so'ragandi. Ota-onangiz nima ish qildi deb. Dehqon deb ashna desam, mening materialimni yan taraf qo'yib qo'ydi. Biz adam lozim bo'lgan telefon qildi dedi. Adab chiqib ketib, orliqdan 2-3 kun o'tkazib, yan kirdim yuzimni qilan qilib. Nimishqa bir xizmat tepib olsam deb. Kirsam, sizning Putin hakimishingiz bilan jisonji kinishingiz yo'q ekan dedi. Adab chiqib ketib, men kurs qatnashib yan terish degandek Putin hakimisini oldim. Anan keyin o'zim o'rganib turib, jisonji kinisini oldim. Endi hozir xizmat yo'q, turyaptim. Xizmat izlamadim emas, izladim. İmtihan berib baxmadim emas, berib baxdim. Ko'ngildagidek bo'lmadi. Uydagilar yordamlashib, etizeriqning ishlari, uyning ishlari degandek turyaptim. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sundum. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.